Yurak yetishmovchiligi bilan og'rigan bemorlarni davolashda juda muhim o'ringa ega bo'lgan dorilardan biri bu Yuperio dorisi hisoblanadi. Bugun Yuperio dorisini tahlil qilib chiqamiz. Qaysi bemorlarga Yuperio tavsiya etiladi? Yuperio qabul qilayotgan bemorlarda qanday ijobiy o'zgarishlar yuzaga chiqadi? Ushbu dorini qancha muddatga, qanday dozada qabul qilish kerakligini va Yuperioni qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar va nojo'ya holatlari haqida aytib o'tamiz. Yuperio tarkibi ikkita moddadan tashkil topgan dori vositasi hisoblanadi. Sakubitril va valsartan degan moddalarni demak birikmasidan tayyorlangan dori mahsuloti. O'zbekiston bozorlarida sakubitril valsartan tarkibli dorilar Savesto, Sakurtan, Savagen kabi nomlar bilan chiqadigan dorilar mavjud. Yevropa demak dorixonalarida esa Yuperio bilan bir xil bo'lgan original Intresto nomi bilan ushbu dori chiqadi. Dorilar 3 xil dozada chiqadi. Tabletka ko'rinishida 24 ga 26 mg, 49 ga 51 mg, 97 103 mg dozalarda chiqadi. Buni tarkibiga kiradigan dorilarda alohida vazifasi bilan tanishib chiqamiz. Demak, ushbu dori tarkibiga kiradigan har bir moddani vazifalarini tanishib chiqamiz. Birinchisi o'sha valsartan moddasi. Valsartan moddasi biz bilamizki, qon bosimini tushirishda ishlatadigan Valsakor H, Valadip deb ataladigan tabletkalar tarkibida valsartan moddasi bo'ladi. Valsartan moddasining asosiy vazifasi qon tomirlarini kengaytirib, qon bosimini tushirishdan iborat bo'ladi. Bundan tashqari tomirlarni, yuraklarni himoya qilish vazifasi ham mavjud. Ikkinchi modda bu sakubitril deb ataladigan modda. Buni inson organizmida qanday vazifani bajaradi? Normal holatda inson organizmida o'zida ishlab chiqadigan moddalar mavjud. Bu moddalar qon tomirlarini kengaytirish xususiyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari ortiqcha miqdorda yig'ilgan natriyni tashqariga chiqarib yuborish vazifasi, ortiqcha miqdorda to'plangan suyuqlikni tashqariga chiqarish va bu orqali qon bosimini tushirish, yurakka, tomirlarga tushayotgan yuklamalarni kamaytirish vazifasini bajaradi. Bu moddalar inson organizmida o'zida hosil bo'ladi. Endi ikkinchi tomonda mana shu moddalarning demak foydali, samarali ta'sirlarini to'xtatadigan, buni parchalaydigan ikkinchi tomon moddalari ham mavjud. Masalan, bularga neprilizin moddasini olishimiz mumkin. Neprilizin biz yuqorida aytib o'tgan moddalarning ishini to'sib, ularda demak ta'sirlarini yuzaga chiqishiga yo'l qo'ymaydi. Natijada qon tomirlar kengaymaydi, ortiqcha miqdordagi natriylar, suyuqliklar organizmdan tashqariga chiqarilmaydi va yurakka, tomirlarga demak yuklama ortib boraveradi va yurak yetishmovchiligini kuchayishiga sabab bo'ladi. Sakubitril moddasi aynan mana shu neprilizin moddasini bloklaganligi uchun demak neprilizinda yuqorida aytib o'tgan moddalarning parchalanishiga yo'l qo'ymaydi va bu qon tomirlarda o'zini erkin vazifasini bajaradi va yuqorida aytib o'tilgan samarali, foydali effektlarga erishiladi. Ya'ni qon tomirini kengaytiradi, ortiqcha miqdordagi natriyni, suvni chiqarib yuboradi va yurakka, tomirlarga tushadigan yuklamani kamaytirib beradi. Bu dori tarkibidagi ikkita moddani o'zaro ta'siri natijasida inson organizmida foydali xususiyatlari yuzaga chiqadi. Natijada qon tomirlarda, yurakda devorlarini qalinlashishiga yo'l qo'ymaydi. Surunkali yurak yetishmovchiligiga olib boradigan asosiy chandiqlanish, fibrozlanish deb ataymiz, bu jarayonlarni to'xtashiga, qon bosimini normallashishiga olib keladi. Yuperio tibbiyotda asosan ikkita ko'rsatma bo'yicha qo'llaniladi. Birinchisi bu surunkali yurak yetishmovchiligi. Surunkali yurak yetishmovchiligida kuzatiladigan belgilar, simptomlar haqida biz oldin aytib o'tganmiz. Bunday belgilar jismoniy yuklamalar vaqtida, narsa ko'targanda, zinalardan chiqqanda hansirash, havo yetishmaslik hissini paydo bo'lishi, oyoqlarda, to'piq sohalarda shishlarning paydo bo'lishi yoki jismoniy yuklamalar vaqtida yurakni urib ketish belgilari va hokazolar oldin aytib o'tganmiz. Mana shunday bemorlarda ekokardiografiya, ya'ni yurak uzisi orqali tekshirilganda muhim ko'rsatkich ko'zga tashlanadi. Bu yurakni qon otib berish kuchi. Fraksiya Vibers deydi. Mana shu ko'rsatkich bo'yicha 40% dan past bo'lgan bemorlarga Yuperioni qo'llash to'g'ridan to'g'ri tavsiya etiladi. Bunday bemorlarda Yuperioni demak effekti yanada ham kuchliroq namoyon bo'lgan, uni surunkali yurak yetishmovchiligining belgilarini demak yo'qolishiga, yurak faoliyatini tiklanishiga, ishini yaxshilanishiga
demak katta yordam bergan. Buning natijasida bemorlarda demak jismoniy yuklamalarda chidamlilik oshib borgan, ularda shifoxonaga yotish demak kunlari miqdorlari kamayib borgan va umumiy hisobda umrni uzayishiga ushbu dorilarda demak samarali effekti ta'sirini ko'rsatgan. Qanot berish fraksiyasi, fraksiya Vibrs 40% dan yuqori bo'lgan bemorlarda ham qo'llash mumkin ushbu dorini. 40% dan 50% gacha bo'lgan bemorlarda ham, 50% dan yuqori bo'lgan bemorlarda ham Yuperio dorisini ishlatish mumkin. Lekin bunda ko'rsatadigan demak samarali effektlari fraksiya Vibrs past bo'lgan bemorlarga nisbatan kamroq namoyon bo'lgan. Ayniqsa bu yerda yana Yuperio dorisini qo'llanishga ikkinchi ko'rsatma ham qo'shilib keladi. Yuqori qon bosimiga ega bo'lgan bemorlar. Qon bosimi yuqori yuradigan, shuningdek, surunkali yurak yetishmovchiligi klinikasi simptomlari mavjud bo'lgan bemorlar ham mavjud. Masalan, aytaylik, yuqori davleniyada yuradi, 160, 180 davleniyada yuradi va bunga qo'shimcha ravishda jismoniy yuklamalarda hansirab qolish, narsalar ko'targanda, zinalardan chiqqanda havo yetmaslik hissini paydo bo'lishi, oyoqlarda shishlar qo'shilib kelganda Yuperio dorisini ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Demak, uni asosiy demak ko'rsatmasi yurak yetishmovchiligi va yuqori qon bosimida qo'llaniladi. Demak, Yuperioni o'zaro samarali ta'sirlari natijasida bemorlarda birinchi navbatda ularda hayot sifati yaxshilangan. Bu nima degani? Surunkali yurak yetishmovchiligining belgilarini sezilarli kamaytirgan. Ushbu dorilarni regular ichib yurganda, demak, surunkali yurak yetishmovchiligining kuzatiladigan belgilari hansirashlar, nafas yetishmovchiligi, oyoqdagi shishlar, yurak sohasidagi diskomfortlar sezilarli kamaygan. Bundan tashqari yana dorilarni qo'llashda muhim ko'rsatkichlardan biri ularda demak shifoxonaga yotishini kamaytirishdan iborat. Yuperioni regular vaqti bilan ichib yurgan bemorlarda demak yil davomida shifoxonaga yotishga majbur qiladigan holatlar demak sezilarli kamaygan. Bundan tashqari bu dorilarni qabul qilishda yurak faoliyati, tomirlar faoliyati yaxshilanganligini hisobiga bemorlarda o'rtacha umr ko'rsatkichlari ham demak ancha yaxshilangan. Yuperio dorisi surunkali yurak yetishmovchiligida past fraksiyaga, ya'ni 40% dan past bo'ladigan fraksiya Vibrsga ega bo'lgan bemorlarni davolashda oltin to'rtlik dorilar qatoriga kiradi. Bu nima degani? Aynan shunday bemorlarni davolashda muhim bo'lgan 4 ta guruh dorilar mavjud. Shulardan biri bu Yuperio dorisi hisoblanadi. Qolgan dorilar haqida biz oldin gapirib o'tganmiz. Bu qatorga kiradigan Diampa guruhiga kiradigan dorilar, Verashpiron guruhiga kiradigan dorilar va Bisoprolol guruhiga kiradigan dorilar. Mana shu 4 ta dorini birgalikda qo'llash surunkali yurak yetishmovchiligi bilan og'rigan bemorlarda demak simptomlarini sezilarli kamayishiga, uni hayot sifatini yaxshilanishiga olib kelgan. Yuperioni dozalashda biz yuqorida aytib o'tgan surunkali yurak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlar yoki yuqori qon bosimi mavjud bo'lgan bemorlarda demak dozalash eng avvalambor kichik dozalardan boshlanishi kerak. Kichik dozasi bu 24 ga 26 mg. Bir tabletkadan 2 mahal qabul qilinadi va 2-4 hafta davomida kuzatib borish kerak. Bu vaqt davomida agar qon bosimi maqsadli ko'rsatkichlarga erishiladigan bo'lsa yoki uni nojo'ya ta'sirlari kuzatilmaydigan bo'lsa, dozasini asta-sekinlik bilan oshirib borish kerak. Keyingi dozasi bu 49 ga 51 dozasi, ya'ni 100 mg deb hisoblaymiz. 100 mg dan bir tabletkada 2 mahal qabul qilinadi. Va buni ham qabul qilib borganda demak yana dinamikada kuzatib boriladi. 2 hafta davomida uni nojo'ya ta'sirlari, ya'ni nojo'ya ta'sirlar deganimizda qon bosimi tushib ketish holatlari kuzatilmasa, sekinlik bilan uni dozasini oshirib borishimiz kerak. Uni maksimal dozasi 97 ga 103 mg, ya'ni 200 mg dan kuniga bir tabletkada 2 mahalgacha qabul qilish kerak bo'ladi. Bemorlar ushbu dorini yaxshi ko'targanda uni maksimal dozalarini qabul qilishga har doim intilish kerak. Chunki yuqori dozalarda sakubitril valsartan, ya'ni shu dorilarni qabul qilganda uni surunkali yurak yetishmovchiligiga ko'rsatadigan samarali effekti kichik dozalarga nisbatan yanada kuchliroq namoyon bo'ladi. Shuning uchun har doim uni yuqori dozalarini qabul qilishga demak intilish kerak bo'ladi. Yuperio dorisini qachon qo'llash mumkin emas? Birinchi holat bu allergik reaksiya hisoblanadi. Yuperio tarkibiga kiradigan dorilarga nisbatan allergiya kuzatilsa, ya'ni bu dorini birinchi marta qabul qilgandan so'ng demak terida toshmalar, qizarishlar paydo bo'lsa, tomoqda qichishishlar paydo bo'ladigan bo'lsa, nafas siqish holatlari kuzatiladigan bo'lsa,
doriga nisbatan reaksiya deb baholanib, bu dorini keyinchalik qabul qilishdan to'xtatish kerak bo'ladi. Ikkinchi yana og'ir asoratlardan biri bu angenevrotik shish, Kvin kishishi deydi. Bunda to'satdan bemorlarda bo'g'ilib qolish holatlari kuzatiladi, lekin bu asoratlar juda ham kam miqdorda uchraydi. Keyingi holatlar, agar bemor oldin APF gruppasiga deydi, ya'ni pril bilan tugaydigan dorilarni qabul qilayotgan bo'lsa, 36 soat o'tmaguncha Yuperior dorisini qabul qilish mumkin emas. Bu dorilar qatori qanaqa? Masalan, enalapril, perindapril, ramipril, lizinapril tarkibli dorini, ya'ni bu qon bosimini tushirishda ishtirok etadigan dorilar. Mana shu dorilarni ichayotgan bo'lsa, bu dorini birdan to'xtatib, 36 soat o'tmasdan turib Yuperiorni boshlash mumkin emas, tavsiya etilmaydi. Bunda o'sha yuqorida aytib o'tgan angenevrotik shish, Kvin kishishini rivojlanish xavfi juda ham yuqori bo'ladi. Shuning uchun aytaylik, siz enam ichib yurgan bo'lsangiz, bu dorini demak to'xtatib turasiz yoki boshqa pril gruppasida kombinatsiyaga bo'lgan dorilarda ichayotgan bo'lsangiz, buni to'xtatasiz va o'rtada 36 soat o'tgandan so'nggina Yuperiorni qabul qilish boshlanadi. Keyingi yana mumkin bo'lmagan holatlar bu og'ir jigar kasalliklari. Jigar sirrozini og'ir darajalarida yoki biliarniy sirroz deydi, yoki bo'lmasa o't suyuqligini chiqishi qiyinligi bilan kechadigan jigar kasalliklarida Yuperiorni ishlatish tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari 18 yoshgacha bo'lgan demak bemorlarda Yuperior ishlatilmaydi. Bundan tashqari homiladorlik va emizikli davrida ham Yuperior demak yetarlicha o'rganilmagan, homilaga zararli ta'sirlar o'rganilmagan, shu sababdan demak tavsiya etilmaydi. Yuperior qabul qilayotganda qanday nojo'ya ta'sirlar kuzatilishi mumkin? Eng ko'p uchraydigan nojo'ya ta'sirlardan biri bu qon bosimini tushib ketishi. Bundan tashqari terida qizarishlar, allergik toshmalar toshishi, quruq yo'tal paydo bo'lishi, bosh og'rig'i, bosh aylanishi, qorin sohasidagi og'riqlar, qonda kaliy miqdorining oshishi, buyrak faoliyatining yomonlashishi kabi nojo'ya ta'sirlar berishi mumkin. Bugungi kunda Yuperior surunkali yurak yetishmovchiligini davolashda muhim bo'lgan dorilar qatoriga kiradi. Sizga ham Yuperior dorisi buyurilganmi? Yuperior dorisi qabul qiladigan bo'lsangiz, sizda qanday ijobiy natijalar kuzatilgan va qanday demak nojo'ya ta'sirlar, salbiy ta'sirlar kuzatilgan? Izohlarda yozib qoldiring. Biz uchun, bemorlar uchun albatta qiziq bo'ladi.